Bugun sizlar bilan allergik reaksiya kelib chiqish mexanizmi haqida gaplashamiz. Birinchi o'rinda organizmda sensibilizatsiya jarayoni kelib chiqadi. Sensibilizatsiya bu allergen bilan birinchi muloqot hisoblanadi. Bunda organizm allergen bilan, ya'ni chang, oziq-ovqat, dori moddalari bilan birinchi marta to'qnash keladi. Immun tizimi esa buni xavfli modda deb noto'g'ri qabul qiladi va unga nisbatan immunoglobulin E degan maxsus antitanalar ishlab chiqaradi. Keyingi jarayon esa takroriy, ya'ni organizmga allergenning qayta tushishi hisoblanadi. Organizm allergen bilan uchrashganda ilgari ishlab chiqarilgan immunoglobulin antitanalari allergen bilan uchrashadi va allergik reaksiyalar hosil bo'ladi. Allergik reaksiyalarning davomiyligi va takrorlanishi. Organizm allergenga sezgir bo'lgandan keyin, har safar u bilan uchrashgandan keyin allergik reaksiya paydo bo'ladi. Allergiya surunkali jarayonga o'tishi mumkin, ba'zan vaqt o'tishi bilan yo'qolib ketishi mumkin. Organizmda ikki xil allergik reaksiya kuzatiladi. Birinchisi tez kechar allergik reaksiyalar. Tez kechar allergik reaksiyalar organizmga allergen tushgandan keyin 20-40 minut davomida yuzaga keladi. Bunda asosan anafilaktik shok, polinoz, bronxial astmaning atopik turi, ovqat va dori moddalariga nisbatan allergik reaksiyalar, qavarchiqlar va kvin keshishlar tez kechar allergiyaga misol bo'ladi. Keyingisi bizda sekin kechar allergik reaksiyalar. Bu sekin kechar allergik reaksiyalar 24-48 soat ichida namoyon bo'ladi. Bunga asosan kontakt allergik dermatit shakli va dori allergiyalarining kechikkan shakli misol bo'ladi.